Baliq olib keldim. Ma toza. Bunu tozalash uchun avval o'ldirish kerak, a? Hozir seni o'ldirishni boplayman. Yo, bismillah. Bu qachon o'lar ekan, bu? Baliqni hali ham tozalamadingmi? Baliqni tozalash uchun oldin o'ldirish kerak ekan-ku. Sen nima qilyapsan? Cho'ktirib o'ldiryapman buni. Ey, kallavaram. Uylansang egiz tug'diradigan ahvoldasan. Qilayotgan ishingni qara. Hozir o'rgatib qo'yaman. Bu suving kamidi. Mana bu suvda aniq bo'ki bo'ladi. Alo do'stim. Men senga baliq olib boryapman. Baliq yeysanmi? Oh, maza qilar ekanmiz-da. Lekin bitta muammo bor. Xo'sh. Qo'lim gipsda, tozala olmayman men. Bitta qo'lingmi? Ha, bitta qo'lim gipsda. Ha, keyin hal qilamiz. Xo'p. Ko'rsataman, hali baliqni tozalab berasan menga. Do'stim. Jo'ra. Yaxshi keldingmi? Ana baliq olib keldim senga. Lekin bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Men buni tozala olmayman. Qo'lim gipsda meni. Sani bitta qo'ling gips ekan, ha? Bitta qo'lim gips, bitta qo'lda tozalab bo'lmaydi-ku, Jo'rajon. Amani ikkita qo'lim ham gipsda. Takana. Barib yedirding-ya, qarab turgin. 2 barobar qaytarmasanmi? Ha, bolam. Qayoqqa ketyapsan? Ota ko'rmaysizmi, zapravkaga. Gazim tugadi yana. Elektr pechga nimaga? Bu yoqda tok bor, ota. Gaz yo'q, gaz. Ha, mayl. Bo'pti, ota, bir duo qiling meni, desam ham borib kela qoling. Ilohim. Shu metallaringga yaxshigina borib, yaxshigina ochirtlarda turib, eson-omon metallaring quyib olib, keyingi oylada pensiyam olgan paytim qaytib kelgan. Alloh. Ha, bolam. Mana bu narsa esingdan chiqmasin. Hamma narsa menga qolib ketibdi. Xo'p, ota. Eson-omon bo'l. Yoqilg'ining eng yaxshisi metan gazdir. Sovuq sabab qish faslida bosim qasdir. Ustaka yordam bering, yosilib qoldim. Ana. Men senga aytganmidim, palakat boshing yetadi deb. Ustaka tezroq qutqarib ola qoling, yordam bera qoling. Bo'pti, yordam beraman. Faqat bundan keyin qizlar bilan gaplashmaysan. Yana kimdir yo'qmi menga yordam beradiganlar? Bu yoqda faqat men borman. Sizning shartingizga ko'ngandan ko'ra o'zimni pastga tashlab yuboraman. Ish olmagan. Ustanga somon tiqarib ustingga. Sal qoldi-ya. Nechta qizlar yetim qolib ketishga. Voy. Kim xotinidan qo'rqsa, o'rnidan tursin. Tursin ham. Sen ham xotiningdan qo'rqasan-ku. Yo'q, xotin so'zini eshitsam, oyoqlarim o'zimga bo'ysunmayapti-da. Dada, men urdi. Nima? Sani hali uradigan odam dunyoga kelmagan. Yur oldimga tush. O'zi kim urdi seni? Sen urganlarni egalarini ko'rsatib kelaman. Botir Bakzor urdi meni. Nima? Ko'chani boshidagimi? Ha, o'sha. O'zi hamma gap senda. O'zingdan kattalarga gap qaytaradigan bo'lib qolgansan. Qani, bu yoqqa kel. Hayot bu komediya. Kim uchun? Kim balni tozalash borsa-chi o'tirurmasdan. Do'stim, xafa bo'lma-yu. Jonivorlarga ozor bera olmayman, ko'nglim bo'lmaydi. Seni ko'nglingni ko'chasiga.
sekin jonivorlik rahming keladi. Sen rahm qilib ye, yeyishini qara. Chopati. Shu miyamda 250 million dollarim bor. 50 million dollarga mashina olsam, 50 million dollarga uy solsam. Faqat muammo shundaki, qanday miyamdagi pullarni qartamga tashlasam bo'ladi. O'rtoq, xotiningdan qo'rqasan, ha? Xotinimdan umuman qo'rqmayman. Oldin ham qo'rqmaganman, hozir ham qo'rqmayman. Hayotimda vaqti qo'rqmaganman men xotinim, tushundingmi? Bu gapingni aytmagin menga. Aldaysan-ku, Sardor. Aldamayman men. Vaqti qo'rqmaganman. Meni tushun. Men umuman uyda men korol menman, tushundingmi? Men uyda zo'rman. Men sherman. Tushunyapsanmi? Umuman hayotimda xotinimdan qo'rqgan odam emasman. Asabimni buzma meni. Mana baliqqa hozirroq keldim. Uyga telefon qilding-da, keyin kelding men bilan. Baliq o'zingim keldi. Nimaga bunda? Choyxonalarga kelmaysan? Osh yesam jig'ildonim qaynaydi. Men to'g'ri tushun. Men lekin uyda xotindan qo'rqmayman. Aldaysan-ku, Sardor. Nima desam ishonasan? Men boshqa hayotda qo'rqmaganman. Men erkakman. Sherman men, sher. Alo? Ha. Yo. Boraman. Yo, xotinjon aka. Yo, men 5 minut yetib boraman. Aldaysan-ku, Sardor. Aldaysan-ku, Sardor. Assalomu alaykum qaynatajonim. Va alaykum assalom, kuyojon. Keling. Biz sizni yolg'izgina qizingiz bilan kelishib, mustaqil alohida yashashga qaror qildik. Bolalarim, men sizlarning qarorlaringizni ma'qullayman. Qarorimizni ma'qullashingizni bilib, sizga oson bo'lsin deb narsalaringizni yig'ib, darvozani tagiga qo'yib qo'ydik. Narsalarim? Aka bering. Aka, bu yoqda nima qilyapsiz? Bakrash yig'ibman. Shunday stilli kiyimda-ya? Oddiy bakrash yig'uvchi emasman. Ha. Oliy ma'lumotli bakrash yig'uvchiman. Alo. Jonim, yaxshimisiz? Xudo xolasi kelajakda men siz tug'ilganingizga gelik badarga qilaman. Gelik? Oldin o'zingga velik ol. Ishtoni yo'q boyvachcha. Chiq bu yoqqa. Biz zavodimizda bunaqa babnikilar yo'q edi. Kimga tortdi, bilmayman. Alo. Ha, jonim. Malohatxon. Cha. Надо пахать. Не надо пахать, не надо убиваться. Работай! Не отвлекайся! Kuyov, mollarim qaqib ketyapsiz? Yo'q ketyapman. Molla meniki-ku? Ay qizingiz kerak emas unaqada. Qizimni baxtli qilsangiz mollarim sizniki. Endi uy bilan mashinani ham qo'shib berasiz endi. Kuyov, biz bilan yashay qoling. Meni kim deb o'ylaysiz? Men erkakman. Hayotda xotin uyda yashamayman. Kim deb o'ylaysiz meni bilmayman. Bekor aytdim. Voy, mana qandillar. Uyga qarangiz bormikin. Ha, kuyov, yoqdimi sizga? Yashasa bo'ladi. Yasha va cha. Doktor. Angichni qo'shni bir bilan urushmoqdi. Voy, cho'mingda. Telefonimning kamerasi buzilgan-ku. Hayot bu kamne. Shogird, Ha, usta. nima qilyapsan? Svarka qilyapman. Nima kulyapsiz? Tavba. Buni tokka tiqmabsan-ku. Chiqmadi, skra chiqmadi. Shunday ekanda. Buni qo'y. Men ko'chaga kelyapman. Kelguncha men buni o'rnatib qo'y. O'zi tushunasanmi? Boblayman, buni o'rnatganman. Pastda buni. Bo'pti, men ketdim. O'zi bu nima ekan bu narsa? Qayerga borgan bo'lar ekan?
Ha, shogird, o'rnatdingmi? Usta men aldagan ekansiz. O'zga qarab chiqdim. Bunga tushirgan joyi yo'q. Bana doktorlarniki qolib ketgan. Kislorod apparat bor-ku. Ha. Nega desiz mana qarang. Endi toza havo chiqyapti-da. Yoki ana Kustur komandasi bor-ku, akvalanchilar. Ha. O'sha meni qolib ketgan. Mana qarang. Wachacha, wacha. Alo. Alo, Elmurod, kelishganimizda keldimmi? Uying tagidaman. Chiq, baliqqa boramiz. Yo'q, men balqa borolmayman. Nimaga? Uyda ishga bilan shunday. Nima? Uyda ishlarni Nima? Xullas xotinim ruxsat bermadi. Bosh og'riqlaring qolib hammasi joyidami? Ha, rahmat, ancha yaxshiman. Yaxshi ham sen borsan. Doim yonimdasan. Avariya bo'ldim, avariyada ham sen bor eding. Gayga tushdim, gayda ham yonimda eding. Kecha kasalxonadan chiqdim. Kasalxonada ham birga eding. Do'stim, bundan beriga hamisha seni oldingda bo'laman men. Shu menga palakatni san olib kelmayapsanmikan? Nima tashlading? Yoqmasa borka videomni ko'rma. Yoqmadi dedimmi? Yoqmayotgansa kirma ko'rma bilat. Mazgin tirnaysan. Qaysi tilda gapirding? Xohlasam tojikcha gapiraman, xohlasam ruscha gapiraman. Senga вообще-то qiziq bo'lmas. Ko'tchangni qisib yur. Turdingizmi kuyovjon? Yerlar og'darish kerak. Jonga deydi bu chol. Bir joyga borib adashtirib kelaman, o'g'. Dadajon, sizni baliq ovga olib boraman. Onasini ham sizni yer ham qattiq ekan, ey. O'zi nima qilyapsiz, kuyov? Ha, yo'q, qaynadajon. Baliqqa chuvalchanka olib o'tgandim. Ha, kuyov? Ha, yo'q, prosta yo'lga tushib qolib toptasadim. Yuring, hali bor. Kelavering. Bunaqa qo'rqinchli joylar ekan. Suv o'zi yo'q, lekin baliqqa ketyapmiz. Kelib qoldikmi, kuyov? Ozgina qoldi. Shoshilmang, zo'r joylarga boraman sizdan. Kuyov, men qolib ketyapman-ku. Hozir kelaman, chuvalchanga olib kelib, tez kelaman men. Tezroq kelasizmi? Ha, bir pasda borib kelaman. Ko'zingizni ochib yumingcha paydo bo'laman men. Keling, lekin kuyovjon kutaman. Xo'p, bo'ladi-da. Xudoga. Ro'za tutganingda. O'zing kelmay qo'yaver, uzoq yo'l. Jo'nat dollardan 5-6 ta. Bo'ptimi o'g'lim?
bo'tam. Olma yesam ro'zam buziladimi? Buziladi bo'tam, buziladi. Somsa yesamchi? Buziladi. Ozginagina suv ichsam ham buziladimi ro'zam? Menga qara bo'tam. Sen agar tayoq yesang, ro'zang buzilmaydi. Qolgan hamma narsaga ro'zang buziladi. Tushundingmi?